bolam ilmli bo'lsin, hayotda o'zini o'rnini topsin, men ko'rmaganlarimni ko'rsin yoki mendan-da yaxshi yuqori bir cho'qqilarga erishsin degan niyat bilan yashaydigan xalq. Qat'iy bir bel bog'lab, bugun ilm olish kerak. Keyin hayotga qadam tashlasa, menimcha u mustahkamroq bo'ladi, manfaatliroq bo'ladi. Shuning uchun barchangizni tilaymanki, yoshlik davrini zoyi o'tkazmang. Ilm oling, hunar o'rganing, kasb o'rganing. Ertangi kuningiz uchun bu fundament bo'lishi, sizga tamal toshi bo'lishi aniq bu. Kelgusi hayotingizda omad va zafarlar tilayman. Yaxshi o'quv maskanlarini tanlab, o'qib, ilm olib, hayotda o'zingizni yo'lingizni topishingizga tilakdoshman. Rahmat.